Abduqulova Charoz 2025-yil may oyidan beri ginekologiyada davolanyapmiz. Qizimga aplastik anemiya tashxisi qo'yildi. Bizga hozir ilik transplantatsiya, ilik ko'chirish kerakligini aytdi. Ilik ko'chirish kerak ekan qizimga. Bizga 50 ming dollardan 100 ming dollargacha deyapti. Bittagina 6 yil deganda bittagina farzandim bor. Shu bittagina farzandim uchun Alloh uchun yordam beringlar. Sizlardan yordam so'rayman. Yordam qilmoqchi bo'lgan saxovatpesha insonlarimizga ekrandagi karta raqamlarga bemalol to'lov qilsa bo'ladi yoki egalariga telefon qilsanglar, o'zingizlar yaxshilab gaplashib yordam berasizlar. Olmaliq shahar, Kirpishniy rayoni, Do'stlik mahallasida ushbu Charoz qizimiz turadi. Necha yoshdasan? 4dami? Bu videoni barchaga yuborib qo'ying. Hech kimning farzandi kasal bo'lmasin.